Assalomu alaykum. Mana bugun Han darvozalari sexini ish jarayonidamiz. Mana Han darvozali mahsulotlari. Mana bunaqa kimga bunaqa mini eshik va darvozalarni oldiga kichkina naveschalar. Mana mini naveschalar xudo xolasa bir birodarimizni bu eshiklarini oldiga mini naveschalar qilyapmiz. Deraza va mini ish jarayonida. Mana bu naveschalar mana bu eshiklarni oldiga bosmolisdan qilingan, lekin juda chiroyli qilingan. 2 qavatlik bo'lyapti bu darvoza eshikchalarimiz. Orqa tomonidan MDF bosib, ichiga stiklavata bosilyapti. Bu katta navesimiz bu darvozaxonani oldiga. Darvozaga quyosh tushmasligi uchun bo'lyapti. Mana. Hozirgi kichkina naveschalarimizni eshiklar, naveslar. Han darvozalari ishlab chiqarish sexidamiz. Mana ustakamiz olyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol seximizga kelib, ish jarayonlarini ko'rib, ustaxonamizni ko'rib, bemalol zakaz berishlaring mumkin.